Ko'pchilik biladi, men o'zim ham Ko'kchida joylashgan Qobil tekstil Novostroyka domlaridan olganman. Parkovkadan bo'lsa umuman muammosi yo'q. Xullas bu domda 2 xona planirovkali tayyor remonti bilan plus kadastrli kvartiramizga chiqyapti. Narxi zo'r. $69,000. Ushbu Novostroyka domimizda umumiy 7 qavatdan iborat g'ishtdan qurilgan, sotilayotgan kvartiramiz bo'lsa 5-etajda joylashgan. Asosiy kiraverish eshigimiz eshigidan kirganda o'ng tomonda встроенный mebel uchun joylar tayyor tashab ketilgan. To'pli bo'ldi regulyatorlari ham shu yerda o'zida joylashgan. Chap tomonimizda bo'lsa umumiy hojatxona, sanuzelimizda joylashgan. Yuvinish aksessuarlariga tayyor qo'yib o'tilgan. Koridor qismimiz ham kengina, kattagina. To'g'rida bo'lsa oshxonamizda joylashgan. Chapki tomonda TV zona uchun joy tashab ketilgan. O'ng tomonda bo'lsa fartularni tayyor qilib qo'yilgan oshxona mebel texnikalari uchun. Двухконтурный котел, stabilizator, hattoki gazli sho'tchilarga tayyor tashab qo'yilgan. O'zingizlarning vkusingizga moslab mebel texnikani joylashtirsanglar bo'ldi. Birinchi xonamizda spalnamizni tayyor sharoitda mebellar qo'yasizlar, yashab bersanglar bo'ldi. Ikkinchi xonamizda bo'lsa mehmonlar uchun mo'ljallangan zal, kattagina, kengina qilingan. Bu yerda bo'lsa TV zona uchun joylari tayyor tashab ketilgan. Ko'kchida joylashgan ushbu kvartiramizdan sohibiga aylanmoqchi bo'lsanglar, pastda raqam qoldiramiz. Shoshilib qolinglar.